Xo'sh, ichi. Yurasanmi? Unday bo'lsa, mendan bir pochka. Kimdir menga qarz berib tursin. Nima deganing? Qarzga o'ynamaymiz-ku, bilasan-ku. Pulingiz bo'lmasa, uyingizni tiking. Uyini qayerdan tikadi? Yutqizib bo'lgan u. Ijarada yashaydi. Uy bizning nomimizda. Nima? Qizimni tikaman. Xo'sh. Ochamiz. 29. 31. Qizingiz necha yosh? 20 ga to'ladi. Mana bu pul sizga. To'yga tayyorgarlik ko'ring. Qizingizni to'y qilib uyingizdan olib ketaman. Mard yigit ekan, Said. Qizingni to'y qilib olaman deyapti. Omading bor ekan, yigitcha. Haqiqatan qizi juda ham chiroyli. Nima qilay? Axir bo'ydoqman. Uylanishim kerak-ku. Dadang seni qimorga yutqazibdi. Qimorga. Oyi, hazillashyapman deng. Oyi, iltimos hazillashyapman deng. Qani hazil bo'lsa edi. Nima qilishni bilmayapman, qizim. Taqdirim shunaqa achchiq ekan. Hozir siz men bilan nafsingizni qondirib, qachondir zeriksiz haydab borasiz. Keyin esa shunaqa jirkanch hayotda yashashni davom ettirishimga to'g'ri keladi. Men sen o'ylagan nomardlardan emasman. To'g'ri, qimorbozman. Jinoyatchi bo'lishim mumkin. Lekin pastga emasman. Senga hozir qo'limni uchini ham tegizmayman. Rostdan Ha. Lekin hozircha biz birga yashab turishimiz kerak. Men qiladigan bir ikki ishlarim bor. Kattaroq o'ylarim bor. Shularni bitirib olsam, keyin senga ruxsat beraman. Xohlagan joyingga ketaverasan. aldamayapsizmi? Gaplaringiz rostmi? Ha, rost. Mendan qo'rqmasang ham